Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Fabio Cannavaro va Eldor Shomurodov Portugaliyaga qarshi o'yin haqida fikr bildirdi. Cannavaro: albatta jahon chempionatidagi ilk ishtirok oson bo'lmasligi tabiiy. Qora natijalar chiqqandan so'ng Kolumbiya va Portugaliyani ko'rib, bizni juda qiyin guruh kutayotganini kutgandik. Kolumbiyaga qarshi o'yindan keyin ham jamoamdan faxrlanishimni aytgandim. Bugun ham jamoam bilan faxrlanaman. Chunki ularni ko'rdim, har qiyinchiliklarga duch kelishdi. Ammo bir soniya ham taslim bo'lishmadi. Albatta barcha chiziqlarda yuqori saviyali futbolchilarga ega jamoaga qarshi o'ynash doim qiyin. Shubhasiz, ular juda katta motivatsiya bilan maydonga tushgan edi. Biroq aytganimdek, bu jahon chempionati biz uchun tajriba bo'ldi. Shomurodov: birinchi navbatda bu turnir O'zbekiston futboli uchun juda katta tajriba bo'lmoqda. Biz qanaqa yutqazgan taqdirimizda ham bu narsadan O'zbekiston ko'p narsa yutdi deb o'ylayman. Shunga qaramay, yirik hisobda uchragan mag'lubiyat uchun muxlislardan uzr so'raymiz. Bugungi natija Kolumbiya-Kongo uchrashuvi natijasiga qarab 3-turda oxirgi imkoniyatimiz bo'ladi. 3-o'yinda jahon chempionatidagi birinchi g'alabamizni qo'lga kiritishga harakat qilamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan muxlislarga rahmat aytamiz. Bunaqa mag'lubiyat uchun uzr so'raymiz. Keyingi o'yinlarda qo'llab turishlarini so'raymiz albatta. Siz qanday fikrdasiz? O'zbekiston terma jamoasi 3-turda g'alaba qozona oladimi? Fikrlaringizni kommentariyga yozib keting. Abbos Fayzullayev: bugun himoyada ulgurmaganimiz sababi raqib hujumchilarining darajasi ham kuchli. Dunyodagi eng kuchli yarim himoyaga ega jamoaga qarshi o'ynadik va bu biz uchun katta tajriba bo'ldi. O'zbekligimdan va shu bayroq ostida terma jamoamizni himoya qilayotganimdan juda faxrlanaman. Yutqazgan paytimda ham, yutgan paytimizda ham borimizni berib, butun terma jamoa O'zbekiston uchun o'ynadi, deya ta'kidladi Abbosbek Fayzullayev. Behruzbek Karimov: o'yindan oldin murabbiyimiz Cristiano Ronaldoni "the best" deb ta'rifladi. Raqibning har bir o'yinchisi kuchli bo'lgani uchun ularning har biriga ko'rsatma berildi. Lekin aynan Ronaldoni yopamiz deyilmadi. Chunki Ronaldoni yopsak, uning atrofidagi o'yinchilar ham tajribali, deya qo'shimcha qilib o'tdi jahon chempionatidagi kashfiyot futbolchimiz Behruzbek Karimov. Ravshan Ermatov: O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti: 2-0 vaqtida golimiz hisoblanganda edi. Afsus, salgina adolatsizlik bo'ldi. Nima bo'lganda ham biz rivojlanish bosqichidan o'tyapmiz. Ozgina vaqt kerak bo'ladi. Birinchi sinf bolasi 9-sinf bolasi bilan raqobatlasha olmaydi. Biz birinchi sinf bo'lsak, ular 9-sinf. O'zbekistonda katta salohiyat bor. Yillar o'tib Portugaliyadagi jamoalar ham O'zbekistonga qarshi qo'rqib tushadigan bo'ladi. Bu musobaqa biz qayerda ekanimizni, nimaning ustida ishlashimizni ko'rsatib beradigan ilk tajriba bo'ldi. Keyingi o'yinlarda albatta omad tilab qolamiz terma jamoamizga. Ronaldo: men juda baxtliman. Portugaliya milliy terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldo 2026 yil jahon chempionati doirasida O'zbekiston ustidan qozonilgan g'alaba 5-0 dan so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Unda futbolchi jamoaviy yutuqlar shaxsiy rekordlardan ustunlik ekanligini ta'kidladi. Men juda baxtliman, ammo men uchun eng muhim bu bizning qilgan mehnatimiz va maydonda namoyish etgan o'yinimizdir. Jamoa haqiqatdan ham yaxshi o'yin ko'rsatdi va o'z darajasini sezilarli darajada oshirdi. Har yomonning bir yaxshiligi bor, deyishadi. Albatta, shaxsan men uchun rekordlar doimo yoqimli, biroq mening asosiy maqsadim milliy terma jamoaning o'z maqsadlariga erishishiga yordam berishdir. Eslatib o'tamiz, ushbu uchrashuvning 6 va 39 daqiqalarida darvozani ishg'ol qilgan Ronaldo Portugaliya terma jamoasining jahon chempionatlari tarixidagi mutlaq to'purariga aylandi. Ayni paytda uning mundialdagi umumiy gollari soni 10 taga yetgan. Ikkinchi tur o'yinlaridan so'ng K guruhida
4 ochko jamg'argan Portugaliya terma jamoasi peshqadamga aylangan bo'lsa, hozircha umuman ochko ishlashga muvaffaq bo'lmagan O'zbekiston milliy jamoasi so'nggi 4 pog'onada bormoqda. Guruhning hal qiluvchi 3-tur o'yinlari 28-iyun kuni bo'lib o'tadi. Unda Portugaliya Kolumbiya bilan to'qnash kelsa, terma jamoamiz esa Kongo Demokratik Respublikasi jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Hamyurtlarimizga omad tilagan holda keyingi o'yinlarda nimani kutyapsiz? Bu haqida kommentariyaga yozib keting. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.